Hurmatli mehmonlar, hurmatli Shermuhammad Munis Xorazmiyning shaydolari, uning ijodining, hayot to'g'risidagi ma'lumotlarga qiziqqan insonlar, marhamat, bugun sizlarga taqdim etadigan mavzumiz bu Shermuhammad Munis Xorazmiyning ijodiga bag'ishlanadi va bu to'g'risida domlamiz, hurmatli son fanlar doktori professor Nusratilla Jumaxo'ja bizga dars o'tadilar. Nusratilla akamiz anchadan beri taniymiz. 27 yil bo'libdi, 26 yil bo'libdi. 2000-yil men Prezident akademiyasiga o'qishga kirgan bo'lsam, domla o'sha yerda ishlardilar. Prezident akademiyasida bizga dars berganlar. O'zbek tili, o'zbek tilida ijod qilish, grammatikasi, stilistikasi, o'shalar to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlarga va yaxshi manfaatli bilimlarga ega bo'lganmiz. Va mana shu tajribadan kelib chiqib men domlaga murojaat qildim, uylariga borib iltimos qildim, keling mana shu o'zingizning bilimlaringizni yana biz bilan bo'lishing. Shuning uchun rahmat sizga, avvalambor kelganingiz uchun katta rahmat. Biz buni juda ham qadrlaymiz, bizga yo'q demasdan lutfan mana qilgan ranjida qilganingiz uchun. Marhamat, so'z sizga. 60 daqiqa biz sizni va Munis Xorazmiyning shaydosi bo'lib o'tiramiz endi. Rahmat. Rahmat sizga. Hurmatli aziz tinglovchilar, ustozlar, biz shunday baxtli millat, baxtli xalqmizki, bizda buyuk shoirlar, mutafakkirlar juda ham ko'p. Agar masalan yilni har bitta kunini bitta mutafakkirimizni taqdimotiga yo bir tavallud kunini nishonlashga bag'ishlasak, hattoki yilning kunlari ham yetmay qolishi mumkin. Ana shunday buyuk mutafakkirlarimizdan biri Shermuhammad Munis Xorazmiy bo'lib hisoblanadi. Biz hozir odatlanib qolganmiz, yil davomida asosan ikkita buyuk mutafakkirning tavallud kunlarini bayram qilib nishonlaymiz. Bular Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur. Aslida bulardan boshqa mana shu Shermuhammad Munis Xorazmiy, Muhammad Rizo Ogahiy va qator buyuk shaxsiyatlarni hayotini, ijodini bayram qilib tug'ilgan kunlarida nishonlab borsak arziydi. Endi mana Navoiy buyuk bo'lgani uchun uni faxriylari juda mashhur bo'lib ketgan. Navoiy aytadiki, olibman taxti farmonimga oson, cherik chekmay xitobim to Xuroson degan faxrlanadi bir paytida. Yana aytadiki, turk nazmida chumen tortib alam, ayladim ul mamlakatning yaqqalar. Bu albatta haqli ravishda o'zini ijoddan qanoat hosil qilib, o'zini qanday salohiyatga ega ekanligini bir faxrlanib aytgan. Munisda ham xuddi shunday faxriyalar bor. Munisda ham shunday o'sha nimani ijodini, she'riyatini qaymog'i bo'lgan shohbaytlar bor. Masalan, bitta shohbaytda aytadiki, nazmaron munis to'kar kilkim balog'at shakkarin. Kim shakarlablar qilurlar orzu bu shakkarin. Munis degani bu arabcha so'z bo'lib, do'st, ulfat, hamdam degani. Ey Munis, ey do'stim deydi. Nazma degani she'riyat aro. Mening kilkim, ya'ni qalamim, qo'lim shunday balog'at bu yetuklik degani. Balog'at shakarlarini shunday to'kib sochadiki deydi. Shakarlablar, ya'ni lablari shakarday shirin bo'lgan go'zallar deydi. Mana bu shakarlarni orzu qilishadi. deya faxrlanadi. Yana bitta shohbaytda aytadiki, to musahhar ayladim so'z birla ma'ni kishvarin, to o'sha kishvarin mamlakat, ma'no mamlakatini so'z bilan musahhar aylaganim, ya'ni egallaganimdan beri deydi. Shoh men ey munis ahli donishu idrok aro. O'shandan beri men o'sha butun nimani mamlakatni o'zimni so'zim jozibasi bilan zabt etgandan beri deydi, shu donishu idrok ahli orasida men shohman degan bir faxriyani aytadi. Yoki yana bitta faxriyasi aytadiki, Muniski so'z iqlimi agar bo'ldi musahhar, so'zlarlar aning xoki rahiga shuara so'z. Ya'ni so'z iqlimi musahhar bo'lganligi uchun Munisga shoirlar uning yo'lining tuprog'iga ko'zlarini surtishadi. Yo'lning tuproqlarini
olib ko'zlariga surtishadi. Shu darajada haligi mani she'riyatim, nazmim qadrli, barcha shoirlarga o'rnak deydi-da. Endi bu faxriya, albatta buni maqtanish o'rnida qabul qilish kerak emas, lekin shunday faxrlanishga arziydigan adabiy meros qoldirgan Munis. Faqat adabiy meros qoldirgan emas, balki umuman o'zbek adabiyotini, o'zbek she'riyatini Alisher Navoiydan keyin 18-asrga kelib yuksak bir bosqichga ko'targan mutafakkir bo'lib hisoblanadi. Alisher Navoiy o'zbek tilida mana birinchi bo'lib xamsa yozgan bo'lsa, keyin mana ilmga ma'lum 9 ta devoni bor hozir. O'sha devonlarni mukammal qilib yaratgan bo'lsa, Navoiydan keyin o'sha devonchilik an'anasi ma'lum darajada to'xtagan edi. Buni Xorazm adabiyotida birinchi marta Munis o'zini Munisul Shoh devonini yaratish mobaynida tikladi o'sha an'anani. Ya'ni Navoiy bor, bir devon tuzdi. Navoiy faqat devon tuzish nuqtai nazaridan emas, umuman she'riyatning ko'lami, mazmuni, badiiy mahorat xususiyatlari nuqtai nazaridan ham Navoiy Munisga o'rnak bo'lgan. Munis Navoiyni o'ziga pir murshid ustoz deb bilgan. Garchi ularning yashagan mintaqasi, iqlimi uzoq bo'lsa-da, lekin Navoiyning shuhrati, Navoiyning asarlari kelib mana shu Xorazm mintaqasida ham mashhur bo'lgan. Shunda Navoiy o'sha o'zining izdoshligini shunday isbot etadiki, so'z ichra Navoiy ki jahongir turur, Munisga maoni yo'lida pir turur deydi. Navoiy ki so'z iqlimi uzra jahongir ekan, dunyoni zabt etgan ekan so'zi bilan. Bu Munisga o'sha maoni, ya'ni ma'naviyat yo'lida, ma'no yo'lida Munisga pirdir deydi. Ya'ni Munisga ustoz pirdir degan bir fikrni tan olgan ekan, ustoz deb aytgan, albatta tan olgan va ergashgan. Endi mana devon degan muqaddas tushuncha bor. Devon bu lirik she'rlar to'plami, sodda qilib bugungi tilda aytganimizda. Lekin devonni har qanday shoir tuza olmagan, eng yetuk katta bir madaniy meros yaratgan shoirlargina devon tuzgan va ular sohibi devon deb nomlangan, ya'ni devon egasi deb nomlangan. Alisher Navoiy mana shu devon yozishda o'zbek adabiyotida eng katta bayroqdor. Uni o'sha 9 ta devon yaratgan bo'lsa, ikkitasini uni muxlislari, hali Navoiy masalan devon tuzish darajasiga yetmasdan, Navoiy o'zini hali yetuk shoir sifatida tan olmasdan, iqror etmasdan burun Navoiy 24 yoshlarida uning muxlislari she'rlarini to'plab, tutamlab devon tuzishgan va bu ilmda ilk devon deb nomlanadi. İlk degani birinchidan ham oldin. Birinchi rasmiy devondan oldin. Undan keyin bu devondan biroz 5-6 yil o'tgandan keyin mana Oqquyunlilar degan nima bor, qavm bor. Ular hozir Erondagi o'sha Tabriz tomonlarida hayot kechirishadi. O'shalar Navoiyni o'sha quloq-quloq, og'izma-og'iz yetib borgan g'azallarini to'plab, lirik she'rlarini to'plab bitta devon yaratishgan. Navoiyni o'zi bexabar bir holda. Bu ikkinchi norasmiy devon. Muxlislar tomonidan tuzilgan. Ana endi qolgan devonlarni, Navoiyning qolgan 7 ta devoni rasmiy devon hisoblanadi. Rasmiy devon degan nima? Norasmiy degan demak Navoiyni o'zi tuzmagan, o'zi bosh bo'lmagan, balki o'sha muxlislar tomonidan tuzilgan. Rasmiy devon deganda Navoiyning o'zi bevosita o'zini rahnamoligida tuzilgan devon va ikkinchi xususiyati devonga maxsus nom qo'ygan, masalan Xazoinul Maoni, G'aroibus Sug'ar hokazo. Nom qo'ygan va uchinchi belgisi devonga maxsus debocha yozgan. Kirish so'z bugungi til bilan aytganda debocha yozgan. Va to'rtinchi bitta xususiyati devonga masalan Navoiy 16 ta lirik janrida ijod qilgan, Munis o'ndan ortiq lirik janrida ijod etgan, Ogahiy 20 ga yaqin 19 ta lirik janrida ijod etgan. O'sha lirik janrlarni tartibi bo'yicha joylashtirgan. Mana parcha emas, o'zini an'anaviy tartibi bor. Bu 5-chi bitta xususiyati. Yana bitta xususiyati shundan iboratki, she'rlarni ayniqsa g'azal janri nimada devonda eng katta yetakchi janr hisoblanadi. G'azallarni alifbo tartibida joylashtirgan.
Ya'ni har bitta g'azalni so'nggi so'zi, qofiya so'zi yoki radif so'zi qaysi harf bilan tugagan bo'lsa, avval o'sha alif, ya'ni a harfi bilan tugagan g'azallar, undan keyin b harfi bilan tugagan g'azallar mana shu tartibda joylashtirilgan. Tugagan, boshlangan emas. Yo'q, Tugagan. boshlagan emas, tugagan. Ha. Mana shunday xususiyatlarga ega bo'lgan devon rasmiy devon sifatida tan olingan ilmlar. Rasmiy devon. Munis mana shu rasmiy devon an'anasini Xorazm adabiyotida tiklagan. O'zining Munisul Shoh devonidan. Va Munisning jiyani, izdoshi, shogirdi bo'lgan Muhammad Rizo Ogahiy Munisdan keyin shu an'anani yana kuchaytirib o'zining Tavizul Oshiqin degan devonni yaratgan, rasmiy devonni yaratgan. Ko'ryapsizmi? Demak, Navoiy an'anasi nimadagi Xorasondagi, Firotdagi an'ana Xorazm adabiy muhitida yangidan o'sha Munisning tashabbusi bilan maydonga keldi. Endi keng tarqalganligi uchun, oldinroq o'rganilganligi uchun, juda katta shoir bo'lganligi uchun Ogahiyni odatda Xorazmning eng katta shoiri deb hisoblashadi xalq orasida. Chunki mana 70-yillarda Ogahiyning 6 jilddan iborat tanlangan asarlar nashr bo'lgan. Munisning bitta jilddan iborat mana bunday tanlangan asarlar nashr bo'lgan. Shuning uchun Munisni kichikroq shoir deb hisoblashgan. Aslida Munis Ogahiydan ham katta, Ogahiydan ham buyuk shoir. Ogahiy Munisni akasini o'g'li bo'ladi. Akasini o'g'li. Demak, Munis unga amaki bo'ladi. Xorazmiylar endi amaki tog'am doyi deyishadi. O'sha Ogahiy 3 yoshida otadan yetim qolganda Munisni o'zi uni asrab, avaylab, parvarishlab, o'stirib, juda katta shoir sifatida kamol toptirgan. Ogahiyning o'zi ham Tavizul Oshiqin devonining debochasida men Sher Muhammad al-Mulaqqas Munis Xorazmiyning birodarzodai dast parvardasiman deydi. Ya'ni birodarzoda degani amakivachcha nima? Jiyanman deganda. Ya'ni dast parvarda degani buni demak qo'lida tarbiya topgan degani. Qo'lida parvarish topgan deganda. Albatta endi bu ikkala buyuk shoirni bir-biridan ajratib, bir-biridan kam ko'p qilib bo'lmaydi. Ikkalasi ham Xorazm va o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Endi mana bu yo'g'ini nima bo'yicha ozgina davom ettirsak-da, keyin men yana bunga tayyor turibdi. Ovozingiz bosaveradi, keyin so'tib keyingi buyuk shoir va tarixchi bo'lgan bu kishi Muhammad Rahimxon Soniy Firuz degan xonning topshirig'i bilan Majmuatul Shuaro degan tazkira yaratgan. Ana o'sha tazkirada Munis haqida alohida to'xtalib mukammal ma'lumot bergan. Keyin Laffasi degan bir tarixchi, tazkirachi o'tgan 19-asrda Xorazm adabiyotida Xiva shoir va adabiyotchilarining tarjimai hollari degan kitobcha yaratgan, kichikroq tazkira. Bu ham shu yillarda nashr bo'ldi. Unda ham Munis haqida alohida to'xtalgan. Muhammad Rizo Ogahiy, ya'ni Munisning jiyani, o'zini tarixiy asarlarida Munis haqida juda ko'p ma'lumotlar beradi. Yana Firuzning saroyida Muhammad Yusuf Bayoniy degan tarixchi va juda katta shoir yashab o'tgan. Bayoniyni Shajarai Xorazmshohiy degan juda katta 1000 betdan iborat tarixiy asar bor. Shu kunlarda mana bunday tarzdagi kitobda biz shuni nashr qilyapmiz. Chiqadi, mana shu yil to'liq chiqadi. Bu Shajarai Xorazmshohiyni biz 90-yillarning boshlarida, mustaqillik 1-yillarida shu unda o'sha Rossiya tomonidan O'rta Osiyoni bosib olinish tarixini ham go'zal tasvirlab berganda, hayotiy ko'rgan ko'zi bilan tasvirlab bergan o'sha qismni nashr qilgan edik. Endi to'liq nashr bo'ladi, Xudo xolasa. Nashriyatga topshirilgan. Demak, Rahmat Majidiy yaxshi maqola yozgan. Asarlarini nashrlari, demak, o'zbek adabiyoti Xrestomatiyasi degan 4 tomlik kitob bor. Tomi 4 ta, lekin o'zi soni 6 ta kitobdan iborat. O'shanda Munisning she'rlari juda ko'p berilgan, o'zbek poeziyasining antologiyasi berilgan.
Keyin Munisning 1957-yilda mana bunday tanlangan asarlari bosilib chiqqan. Nechinchi? 57-yilda. 57-yilda. Bu juda ham yaxshi ishlangan. Yaxshi asar. Faqatgina bunda Munisning mana bu mukammal devonda bir 30% she'ri bor xolos. 30% she'r bor xolos. Bunda endi o'sha an'anaviy Allohga bag'ishlangan, payg'ambarga bag'ishlangan hamd naz she'rlari kiritilmagan. Keyin 1980-yilda mana bu Saylanma degan kitob chiqarilgan. Bu kitoblarni Yunus Yusupov degan bir olim odam bo'lardi, Xorazmlik. U kishi ilmiy darajalari yo'q edi, lekin o'sha adabiyot tarixini yaxshi biladigan, qo'lyozmalarni yaxshi o'qiydigan odam edi u kishi. Shu kishi ikkala kitobni ham nashr qilgan. Bu kitob shu kitobni oldingi kitobni aynan o'zginasi mazmunjatdan, aynan o'zginasi qayta nashr bo'lgan 80-yillarda. Lekin bu kitoblarni men tiklab rosa ko'p tahlil qilganman. Xatolari ham bor. Bunga mana bu nimadan olib qo'shimcha qilib yonlarga yozganman. Keyin Munisda hali bunga kengroq to'xtalaman. Munis juda katta pedagog shoir bo'lgan. Biz odatda pedagogika deganda pedagogika Yevropadan kelgan, G'arbdan kelgan, jahondan kelgan degan gapni shu paytgacha o'qib uqtirib kelganmiz. Lekin bizda Sharqda o'zimizning qadimiy zo'r pedagogikamiz bo'lgan. Mana bu yerda men Munisning Savod ta'lim degan ilmiy pedagogik asari bor. Buni nechinchi yil edi? 1997-yilda nashr etganman. Munis juda ajoyib xattot bo'lgan, xattotlik ilmini yaxshi bilgan. Mana bu yerda demak bu kitobda biz Kiril alifbosida berganmiz asarni 252 misradan iborat xat san'ati haqida, xat san'atini ilmi haqida, bu ilmni o'rgatish haqida. Va Munis o'zini devoniga buni o'z dastxati bilan yozib qoldirgan. Ya'ni o'zini dastxatini shoirning ilmiy tilda avtograf deyiladi. Mana bu yerda keyin Munisning o'zini dastxatini berganmiz. Bu avtograf. O'sha dastxatini fotosini bergan, faksimil nashr deyiladi odatda. Shuni berganmiz. Bu vaqtda ham keyinchalik to'xtalaman. Xullas, Munisning asarlarining nashrlari hozircha shulardan iborat. Endi mana bu narsalar haqida to'xtalishim kerak. Bizda 2025-yilda juda yaxshi bir hukumat tashabbusi bilan yaxshi ish amalga oshirila boshlandi. O'zbek adabiyoti xazinasidan turkumidan 200 tomlik kitob bunday ish qilganmizki, mana har bitta g'azalning tagida 10 ta, 15 ta, 20 tagacha izoh berilgan. Munisning tili juda murakkab. Navoiyning tili qancha murakkab bo'lsa, Munisniki ham o'ziga xos murakkab, Xorazm lahjalarining so'zlari bor. Keyin Munisdagi Vogahiydagi ayrim so'zlarni Navoiy asarlari lug'atidan, tojik tilining izoh lug'ati bor, farhangi zabon, tojiki, boshqa lug'atlar bor. Ulardan ham topib bo'lmaydi. Shuni bir mazmunni o'qib, tushunib, lug'at qilib tuzib berganmiz. Shu kitob mana Munisning mukammal devoni birinchi marta dunyo yuzini ko'rdi 2025-yilda. Bunda Munisning o'sha Savod ta'lim risolasi ham bor. To'liq devon nashr bo'lib xalqqa yetdi. Buni demak 1150 donadan chiqarib, Vazirlar Mahkamasi o'zi ro'yxat asosida hamma tashkilotlarga tarqatyapti. Jumladan bizning Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetimizga o'sha chiqqan kitobdan 2 nusxadan bergan. Demak 200 tomlik kitobdan 2 nusxadan bizning kutubxonamizga keladi. Xuddi shunday boshqa tashkilotlarga, boshqa kutubxonalarga ham boradi. Lekin sotuvga hozircha chiqarishga imkoniyat bo'lmayapti. Shunday qilib, hozircha Munisni nashrlari shundan iborat bo'ldi. Keyin yana bir narsa aytishim kerak. Munis juda katta tarixchi olim. Munisning Firdavsul Iqbol degan asari bor. Munis bunda demak eng qadimgi davrdan boshlab, insoniyat eng qadimgi davridan boshlab 1813-yilgacha bo'lgan tarixni
yozib qoldirgan. Munis ogahiylar bular saroy tarixchilari bo'lishgan. Bular bizni hozir zamonaviy tarixchilarimizga o'xshab bunday kitoblarni to'plab hammasini stol ustiga qo'yib tarixiy asar yozmagan. Ammo mana shu asarda yozilishi bo'yicha qilich qalqon bilan ot ustida yurib tarixiy asar yozishgan. O'z ko'zlari bilan har bitta voqeani, urushlarni, manzaralarni ko'rib yozishgan. Bu kitob mana 1000 betli kitоб mana shu o'sha asosda vujudga kelgan. Buni bilasizmi, juda qiziq bu asarni o'rganilishi. O'zimizda o'rganilmasdan, o'zimiz qadriga yetmasdan buni amerikalik olim Yuri Bregel degan olim 1988-yilda ilmiy tanqidiy matnni yaratib, nimada Amerikada nashr qilgan. Keyin bu asardan ko'pchilik xabardor bo'lsin deb bu asarni eski o'zbek yozuvidagi asar. Shu asarni ingliz tiliga tarjima qilib, ingliz tilida nashr qilgan 1 yildan keyin. Qarang, qanday ajoyib. Biz mana 2010-yilga kelib, men mana ayrim hamkasblarim bilan o'qituvchi nashriyotdan shu asarni chiqarishga muvaffaq bo'ldik. 1000 dona chiqqan. Bu asarda juda yaxshi so'z boshlarim bor. Ta'lim qilib berganman. Bugun ham qismat to'xtaymiz. Va bu demak Munisni merosini shu paytgacha bo'lgan nashrlari hozircha shulardan iborat. Endi Munisning tarjimai holi bu gapirishimda 60 minut yetadi. Xo'p. 1778-yilda tug'ilib, Sher Muhammad Munis Xorazmiy bu 1829-yilda vafot etgan, 51 yil yashagan. U bir qisqaroq bo'lgan, u demak ko'p safarlarda yurgan, Xorazm safaridan qaytayotganda bobo kasaliga uchrab vafot etgan. Bu mana Qiyot qishlog'ida tug'ilgan. Qiyot degan qishloq, bu Qiyot turkiy urug'lardan bitasining nomi bo'lib hisoblanadi. 1978-yilda Munisning 200 yilligi nishonlanadigan bo'ldi. Shu yubiley tadorigi bilan Munisning qabrini qidirishdi. Munis va ogahiylarning qabri Qiyot qishlog'ida qolib ketgan, qamishzor bo'lib, qarovsiz qolib ketgan ekanda. O'shanda yubileygacha uni bir yaxshi maqbarasini yasashning imkoniyati bo'lmadi o'shanda va Xorazm Ichamqal'a degan muzey qo'riqxonasi bor. Ana o'sha yerda keyin Munis, Ogahiy, Avaz, yana bitta donishmandning 4 talasini ramziy maqbarasini tashkil etishga to'g'ri keldi. 200 yilga borgandik, o'sha 1978-yildan beri men o'sha Xorazmga yubileylarga, nimalarga borib kelaman. Demak, maktab va madrasa tahsilini olgan, otasi Avazbiy bosh mirob lavozimida ishlagan va otasidan keyin Munis saroyning Xorazm vohasining bosh mirobi bo'lib ishlaydi. Munisdan keyin Ogahiy bosh miroblik lavozimga ko'tariladi. Xullas, o'sha saroyda juda katta lavozimga ega bo'lib, xalq bilan, davlat bilan ishlash jarayonida umri o'tgan bo'ladi. Munislar adabiy meroslar orasida Ornalar degan bir asar ham borligi haqida ma'lumot bor. Orna degani biz hozirgi o'zbek adabiy tilimizdagi anhor degan tushunchaga to'g'ri keladi. Ya'ni demak, Munislar Ornalar degan asarga asoslanib yaratgan. Xullas, bosh meros sifatida bu shunchaki bir meroslik bilan shug'ullangan emas. 1800-yilda otasi, keyin onasi, og'aynilari ketma-ket vafot etadi. Munisning qisqa hayoti musibatlarga to'la bo'ladi. Otasidan keyin dastlab farmonlayishlik lavozimida ishlaydi. 1806-yilda bosh mirob lavozimida ishlay boshlaydi. 29-yilda Xorasondan qaytib vabo kasaliga yo'liqib 51 yoshda vafot etadi. Qiyot mustaqillik davrida obodonlashtirilgan. Ya'ni o'sha demak qabrlari qaytadan ko'rib chiqib obod qilingan. Hop, adabiy meros haqida gapirdik. Boshqa menimcha oxiri bu. Hop, endi demak erkenroq bu yerda endi ba'zi she'rlarning baytlar, she'rlar tahlili keladi. O'tkazavering. Mana shu yerda shuni boshdan turibdi o'zi. Endi Munisni xuddi Navoiynikiga o'xshab
juda go'zal she'rlari, g'azallari ko'p. Mana Navoiyning ijodini oladigan bo'lsak, Boburning ijodini oladigan bo'lsak yoki Lutfiyning ijodini oladigan bo'lsak, ularda asosiy yetakchi mavzu ishq mavzusi, ishq muhabbat mavzusi. İçtimai mavzular ham bor, lekin ijtimoiy mavzudagi she'rlar ularda nisbatan kam. Munisni davriga kelganda, Munisning ijodida ijtimoiy mavzular baralla ko'tarilgan. Munis o'sha bosh mirob lavozimida ishlaganda, farmonay bo'lib ishlaganda, xalq bilan muloqotda bo'lgan, tarixchi sifatida yurganda ham o'sha xalqning orasida bo'lgan, shu tufayli xalqni dardini, xalqning muammolarini, o'sha davrdagi ijtimoiy problemalarni barallasiga ko'tarishga muvaffaq bo'lgan. Shuning uchun Munisning she'rlarida o'sha zamonaviy g'oyalar, zamonaviy muammolar bilan bog'liq dardli masalalar ko'p. O'zi ham faxrlanib she'rda aytadiki, Munis oldin dard mulking yaqqalam deydi. Ya'ni dard mamlakatini yaqqalam qilib o'zlashtirdim. Dard mulkini zabt etdim deydi. Mana bu she'rim nihoyatda dardli va ayni paytda juda katta badiiy mahorat bilan yaratilgan she'r. Mana o'zining qismati murakkabligini, qismati og'ir bo'lganligini ifodalab beryapti. Basi g'am boridan chekmish og'irni, yog'ir bo'lmish hazin ko'nglim yog'irni. Basi degani juda degani. G'am bori, bor bu yerda ikki ma'noda. Bor ya'ni mavjud. İkinci ma'nosi forscha bor, yuk ma'nosi. Basi g'amning mavjudligidan, g'amning og'irligidan mening yag'rin degani, yelka degani. Mana ko'nglimni yag'rini, ko'nglimning yelkasi, hazin ko'nglimning yelkasi yag'ir bo'lib ketdi deydi. Böyle so'z, juda chiroyli so'z o'zini, o'yini yaratgan. Falak g'am yuklarini solganda elga, yog'irnimga mening qo'ymish og'irni. Bu falak deydi, butun odamzodda har bitta odamni bo'yniga g'am yuklarini yuklar ekan deydi. Shu g'am yuklarini yuklayotganda, menga navbat kelganda, meni yag'rimga, yelkamga o'sha g'am yuklarini eng og'irini qo'ygan ekan degan gapni aytyapti. Bilur sen g'am yugin ko'p chekkanimni, yog'irdim ustida ko'rsang yag'irni. Qachonki meni yelkamning usti yag'ir bo'lib ketganini, yag'irni ko'rsang deydi, o'shanda men g'am yuklarini qanchalik ko'p chekkanimni ko'rishing mumkin. Endi bu g'azalda ba'zan yirik chekinish bo'ladi. Yo'qilayotgan mavzudan chekinib, boshqacha murojaatlar bo'ladi. Bu yerda aytyapti, mana iting ko'rsam menga un saylasin deb, berman gah ko'ngilni, gah bag'rni. O Navoiyning qara ko'zim g'azalida bor-ku, itinga bag'ir qonidan hino borlar deydi. Bu yerda o'sha it obrazi bor, o'zbek mumtoz adabiyotda. Ya'ni ma'shuqani iti nazarda tutyapti, seviklining iti nazarda tutilyapti. Iting ko'rsam menga un saylasin. Uns, Munis so'zini o'zagi. Unsiyat degani do'stlik degani. Unsiyat. Do'st bo'lsin menga deb. Ha, Navoiyning Hirotda hovlisi bo'lgan-ku. Bobur borganda Navoiyning hovlisida 20 kun yashagan. O'sha hovlining nomi Unsiyat bo'lgan. Unsiyat bo'lganda. Demak, yoriga aytayaptiki, iting ko'rsam menga un saylasin. Ya'ni men bilan do'st bo'lsin, menga yaqin bo'lsin. Hech bo'lmasa iting orqali senga men yaqin bo'lay degan maqsadda deydi. Goh ko'nglimni beraman unga, goh bag'rimni, goh yuragimni olib beraman deydi. Ya'ni o'sha men vujudimdan kechishga tayyorman, toki demak seni iting orqali yot senga yaqin bo'lish nasib etsa deydi. Keyin bu yerda bu baytda o'sha lirik chekinish davom etadi. Raqib oldingda bo'lmoqdan hazinmen. Ey yor, raqib seni yoningda bo'lganda men hazinman, ya'ni g'amliman, xafaman. Tilar men ko'rmasam ul bo'lmag'urni. Bo'lmag'ur bu sodda o'zbekcha so'z. Ul bo'lmag'urni qani endi ko'rmasam deydi. U yaramasini qani endi ko'rmasam sen bilan birga degan fikrni nihoyatda sodda, go'zal qilib ifodalaydi. Zamon ahliga bo'lmish va oyin, netong sevsam agar bungu sohibni. Bu
Bu yerda shikva degan so'z bor, bizga ozgina noma'lum. Shikva degani bu xushomadgo'ylik, laganbardorlik, ikkiyuzlamachilik, talmovsirash, shunga o'xshagan ma'nolarni aks etadi. Zamona ahli shunday shikva oyin degani odat degan, rasm odat. Zamona ahliga shu yaltoqlanish, xushomadgo'ylik, laganbardorlik xususiyatlari odat bo'lib qolgan. Shuning uchun deydi, neto'ng men haligi gung degani odatda nimada Toshkent shevalarida aytilgan, singib ketgan gapirolmaydigan odamni soqov deyishadi. Yo, soqov tutilib gapiradigan odam. Gung haqiqiy gapirolmaydigan odam. Men deydi sag'ir endi yetim degani. Gung gapirolmaydigan va yetim va bechora odamlarni sevsam ajab emas. Chunki ular zamona ahlidagi o'sha xususiyatlarga ega bo'lmaydi. Yo'q, qololmaydi, chunki gapirolmaydi. Shunaqa. Najot istasang munisga g'amdin, oyoqchi tut anga har dam chog'ini. Agar deydi munis shuncha g'amini izhor qilib keldi-ku, agar munisga g'amdan najot istasang, g'amlardan forig' bo'lishini istasang, bir orom olishni istasang, oyoqchi, oyoq bu yerda qadah ma'nosida. Oyoqchi degani qadahchi, soqiy degani. Ey soqiy, ey oyoqchi, unga har dam haligi chog'ir to'la qadahni tutgin va o'sha chog'irdan sutib qolib, dardidan forig' bo'lsin, g'amni unutsin degan nima bilan tugatadi. Odatda bu so'nggi bayt maqta bayt, tugallanma bayt deb nomlanadi. Birinchi bayt matla bayt, ya'ni boshlanma bayt deb hisoblanadi va odatda maqta, ya'ni tugallanma baytlarda, g'azallarda o'sha soqiyga murojaat qilinadi va ular soqiynoma bayt deb ham yuritiladi. Adabiyotimizda ko'p kuzatiladi. Ya'ni Fuzuliyni g'azallari keng yoyilgan biz tomonlarda uni sevishgan, Fuzuliyning g'azallariga muhammaslar bog'lashgan, Fuzuliyning g'azallariga o'xshatma tariqasida g'azallar yozishgan. Bunisi mana bu g'azalda o'sha Fuzuliyona bir baytlar bitilgan. Fuzuliyning g'azallarini o'qiganda shunaqa holatlarni ko'rish mumkin ko'p. Ashq xun, ashq degani ko'z yosh, ko'z yoshim qon. Rusol zardu, rusol yuz chehra, zard sarg'aygan, yuzim chehram sarg'aygan u. Dil hazin, ya'ni ko'ngil g'amli, tole qaro, ya'ni tole kelajagim porloq emas, qorong'u. Dard gunogun, gunogun bu rang-barang degani. Dard rang-barang, har xil dardlar yopishgan menga. Falak dun, falak bevafo va pastkash. Ahli davron bevafo, davr ahlidan vafo kutib bo'lmaydi. Jon g'amin xotir mushabbash, aql mafqudul asar. Ya'ni jon g'amga mubtalo bo'lgan, xotir parishon, aql ham demak o'z ahvolida. Hajr qotil, yor g'ofil, ish g'olib borho. Tushunarli-a? Hajr odamni o'ldiradigan darajada qotil. Yor bo'lsa, mening ahvolimda shunday ahvoldan g'aflatda, ahvolimni sezmaydi, tushunmaydi, hokazo. Ish bo'lsa, g'olib. Zaxm muhlik, zaxm, ya'ni dard, kasallik degan zaxm. Zaxm muhlik, muhlik degani bu halok so'zi bilan o'zakdosh, halokatli, halokatga halok etadigan, halok etuvchi. Tir g'am parron, g'amning o'qi, tir kamondan otiladigan o'q. Parron degani bu yerda parron so'zi ham keladi, bo'ron shaklida ham keladi, qo'lyozmalarda bo'ron deb ham o'qisa bo'ladigan shaklda keladi. Parron degani uchuvchi. U nayzani o'qib uchadi-ku. O'sha demak g'amning o'qi shunday tez uchadigan jon oluvchi. Romi falak, hattoki falakni zabt etadi. Zarf mustavrid badan majruh erul marham fano. Ya'ni zarf kasallik ustuvor, badan majruh, o'sha badan o'sha kasallikka mubtalo, mahkum va bunda faqatgina rahm, shafqatli va najotli narsa fano, ya'ni yo'qlik. Bu tasavvufiy nuqtai nazardan
fanoga erishish, yana narigi dunyoga rihlat qilish, bu taskin tasalli ramzi bo'lgan shu ma'noda o'sha fanoni marham deb ishlatyapti. Bu yerda demak yana bir shoh bayti kelgan. Qilsa hosil daxli bejo so'z aro yo'qdir g'amim, kim bu ma'nida navoiy ruhi homiydir maga. Hosil bu demak hasad qiluvchi odam. Agar hosil menga bejo bir hujumlar qiladigan bo'lsa, menga nisbatan ig'vo tarqatadigan bo'lsa, meni bu sohada g'amim yo'q, chunki ma'naviyat sohasida Navoiyning ruhi menga homiy. Navoiyda o'sha bag'rikenglik, hasadni ustidan g'oliblik degan narsa menda ustuvor deydi. Boya aytganim Navoiyni o'ziga ustoz deb bilganligim va bu yerda ham o'sha davomi bo'lgan bitta baytga to'xtalish mumkin. So'z ichra Navoiyki jahongirdir, munisga maoni yo'lida pirdir. Yo'q g'ayriyat andin o'zga kim ayturlar, bu Sher Muhammad ul Alisherdir. Ya'ni bularni mening ismim bilan Navoiyning ismini o'rtasida ham hattoki uyqashlik bor. Ya'ni men Sher Muhammadman, ul Alisher. Ismlarimizda ham uyqashlik bor. Buni bir konsert bo'lganda Sheraliga nisbatan ham qo'llashgan, Sherali Jo'rayevga nisbatan ham qo'llashgan edi. Bu demak Alisher Navoiyni asarlari ko'p ijro etadi. Shu Alisher Navoiyga hattoki ismida ham uyqashlik bor. Navoiy Alisher bo'ladigan bo'lsa, bu kishi Sherali degan iltifotlar ko'rsatilgan edi. Endi mana bu yerda g'unchalar ochildi-yu, ko'nglim ochilmaydir hanuz. Bulbul asab xotirim gul mayli qilmaydir hanuz degan bir boshlanma bayt bor bu yerda. Bu g'azal shunday izchil davom etadi. Bu yerda Boburning ta'siri deb yozilgan. Boburda aynan xuddi shunaqa bir tasvir bor. Demak, o'sha Boburni g'azaliyoti ham Munisga ta'sir etgan va Boburning ruhiyatida ham Munis shunaqa g'azallar yozgan. Davomida nima bor ekan? Zarfaro ushoqqa ibrat bo'libman, oh kim ko'zga ahvolini zolim yor ilmaydir hanuz. Boyagi g'azalning davomi. İxtiyor etsa agar Munis yana sargashtalik, pand qilmangkim jununiydan oyilmaydir hanuz. Agar Munis yorga muttalo bo'lib, majnun bo'lib, sargashta bo'lib, boshi aylanib, majnun bo'lib ketadigan bo'lsa, unga pand nasihat qilmang. Baribir o'sha jununidan qayilmaydi, ya'ni jununidan, o'sha sevgi, muhabbatdan, oshiqlikdan oyilmaydir degani ayrilmaydi deganda. Junundan ayrilmaydi degan gapni ifodalagan. O'shani davomida yana va'dai vaslayla berdi, ayladi ta'xir ko'p, yo ibo qildi-yu, yo yodiga kelmaydi hanuz. Bu yerda bilib bilmaslikka olish degan badiiy san'at bor, Mumtoz adabiyotda. Bu badiiy san'atning nomi Tajohulul Orif, ya'ni orif degani bilimli, ma'rifatli odam. Tajohul nodonlik degani, ya'ni bilib bilmaslikka olish, olim, ma'rifatli kishi bo'lib, go'yoki nodonlik isor etganday tutadi o'zini degan ma'noga ega. Pesha aylab charx zoli tinmayin tun kundamay, dilbarimcha javr oyinini bilmaydi hanuz. Yerni ashkim g'arq etib zo'r etdi ohim sarsari, nedir ekan bu falak qoqi yiqilmaydi hanuz. Mani ko'z yoshlarim, ashkim shu qadar haligi qaynab bulotday toshib ketdiki, ohimni sarsar degani shamol degani. Qattiq to'fon. Ohimni to'foni shunday zo'r bo'lib ketdiki, nima uchun endi falak hanuz yiqilmaydi ekan degan bir ta'jjub ham isbot etyapti. Shunchalik shiddati yuqoriki, buni oqimni mana Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarida, Navoiyning o'sha Mezon Avzon asarida ayrim vazirlarni Navoiy xato ko'rsatgan. Navoiyning xatolari bor deb 3-4 ta misollarni keltiradi Bobur. Va buni yaqinlargacha
mashhur qilib yurishdi. Navoiy ham shu xatoga yo'l qo'ygan ekan, buni Bobur ko'rsatgan ekan degan dalilni aytirdi. Lekin Izzat Otaxon Sultonov degan akademik olimimiz borlar. O'sha muhokamatul lug'ataynni ilmiy tanqidiy matni yaratib ilmiy ish qilgan shu kishi o'rganib chiqqanda Munisni qo'lyozmalaridan o'rganib chiqqan. Munis o'sha boshqa qo'lyozmalar bilan taqqoslab, o'sha kamchiliklarni tuzatib, to'g'rilab ko'chirgan ekan. Endi natija shunday kelib chiqqanki, demak Navoiy xatoga yo'l qo'ymagan ekan. O'sha Navoiy davrida nimani Mezon Avzon asarini ko'chirgan kotiblar xatoga yo'l qo'ygan ekan. Mana shu Munis mana shu darajada demak vaznni yaxshi bilgan olim va xattotlikni yaxshi bilgan olim bo'lgan. Endi mana bu yerda vaqt juda kam qoldi, shunday bo'lsa ham ayrim parchalarni e'tiboringizga havola etaman. Deydiki, yoshlar deydi, xat ilmiga juda ko'p qiziqishdi. Mendan xat o'rgatishni iltimos qilishdi. Shuning uchun deydi, men ularning ko'nglini qoldirmay, shunga harakat qildim. Endi bu ilmiy she'riyat namunasi. Ya'ni demak, bizda ilmiy she'riyat degan tushuncha bor. She'rni ilm bilan yozish. Bu o'sha Ibn Sino davridan boshlangan. Ibn Sino birinchi ilmiy she'riyat namunalarini yaratib qoldirgan. Munisdan mana shu demak Savod ta'lim risolasi xat ilmi haqida bo'lsa ham, uni demak she'r bilan yozgan. She'r bilan yozganda nihoyatda chiroyli bir o'ynoqi vaznda yozgan. Ma'yus eta olmayin alarni, hirmon aro solmayin alarni, ya'ni shogirdlarni. Bilgancha surib qalamni har yon, ta'lim ishini aylar erdim oson. Lekin ko'ngil ichra erdi bu kon, qilsam raqami ulumi arqon. Andin talab ahli bo'lsa mahzus, ta'lim fanin qiluvda mahfuz. Ya'ni deydi, men harakat qilib kecha kunduz shu xat ta'limini oson qilish maqsadida qalam tebratdim va bitta shu risola yozishga harakat qildim. Himmat kamarim belimga bog'lab, nazm aylagali o'zimni chorlab, berdim qalamim otig'i mahmiz, maydoni barat uzar surib tez. Yo Rab, bu otimni layn qilma, gumrohga rahu darang qilma. Shohrohi maqosidim sari sur, sarmanzili intihoga yetgur. Deya Allohdan bir fotiha tilab shu asarni yozishni boshlaydi. Bu yerda demak xat ilmining ahamiyati haqida, xatning tarixiy ahamiyati haqida, xat bo'lmasa hech narsa bo'lmasligi haqida juda zo'r falsafiy gaplarni ham yozgan. So'z maqsadining nishonasi ham, ya'ni so'z xazinasini nishonasi ham, ma'ni durining xizonasi ham, ya'ni ma'ni durlarning xazinasi ham. Har so'zki ko'ngildan o'ldi mavjud, ko'ngilda har qanday so'z, fikr paydo bo'ladigan bo'lsa, xat bo'lmasa bo'lgan yerda nobud. Agar xat bo'lmasa, o'sha ko'ngilda paydo bo'lgan ilhomlar, tuyg'ular, fikrlar hammasi xatsiz nobud bo'lib, nobud bo'lib qolib ketar edi degan fikrni aytadi-da. Keyin bu 5 bobdan iborat bo'lgan risola bo'lib hisoblanadi. Bunda amaliy qismga kelganda har bitta harfni o'sha kalligrafiya deydi, xattotlik uslubida yozib, chizib, undan keyin o'shani ta'rifini bayon etadi. Ya'ni u yerda demak xattotlik bo'yicha har bitta harfning o'zini o'lchamlari bo'lgan. O'lcham belgisi nuqta bo'lib hisoblangan. Nuqtalar bunday rombik shaklda chizilgan, qalam bilan chizilgan. Mana ro harfi haqida bunday deydi. Ro 3 nuqatu valek sarkash, qilsa bo'lironi qushga o'xshash. Ya'ni ro bugungi tilimizdagi r harfini bundoq chizadigan bo'lsa, uni yoniga 3 ta rombik chizadi. Demak, 3 ta harf o'lchamdan iborat ekan. Va uni demak bosh qismi ingichka, o'rta qismi yo'g'onroq, quyi qismi yana ingichkalashadi va shakli qushning shakliga o'xshaydi. Shunga aytayapti. Ro 3 nuqatu valek sarkash, qilsa bo'lironi qushga o'xshash. Har bitta harfni mana shunday tushuntiradi va
ayrim harflarning yozuvi xususida ustozlar bilan, o'sha xat ilmining ustozlari bilan munosabatlanishman. Menga kishilik samandi tavsam. Zoiki bu yerda bo'ldi mazkur, dilkashroq bo'lib, gar o'lsa mahsul. Endi to degan harfni chizadida, uni ustida bunday alif a harfi bo'ladi. O'shani aytibdiki, to deydi quyi qismini otga o'xshatadi, saman otga o'xshatadi va ustidagi tikka turgan alifni chavandozga o'xshatib tasvirlaydi. Bu demak, o'sha harfni tasavvur qilish uchun juda qulaylik yaratadigan bir narsa. Endi oxirida mana bu nima haqida, Firdavsul Iqbol asari haqida ozgina to'xtamasam bo'lmaydi. Firdavsul Iqbol asari juda ham noyob bir asar bo'lib hisoblanadiki, shuning uchun ham o'sha Yuri Bregel Amerikadan turib bu asarni nashrini yaratgan, tarjimasini yaratgan va dunyoga, bizdan oldin dunyoga buni yoyishga muvaffaq bo'lgan. Shuning uchun bu umuman Xorazm xalqini tarixi, madaniyatinigina emas, balki umuman jahon xalqlarini tarixini, insoniyat madaniyatini tarixini bayon etadigan zo'r asar bo'lib hisoblanadi. Bu tarixiy asarni nasrda yozgan bo'lsa ham, lekin badiiy sayqaldor qilib yozgan. Badiiy usulda chiroyli qilib yozgan. Endi bunda boyan aytganimdek Munis nimada ot ustida qilich va qalqon bilan yurgan bir holatda yozgan. Endi biz mahalliy urushlarni bugungi kunda uncha tasavvur qila olmaymiz. Xonlar o'rtasida shunaqangi qirg'in balot dahshatli urushlar bo'lganki, qonlar daryo bo'lib oqqan. Shuni munislar o'z ko'zi bilan ko'rgan. Va biz mana Boburnoma asarida yoki Amir Temur haqidagi asarlarda o'qiymiz. Ular o'sha jangning oxirida nimalardan, kallalardan minoralar yasashgan. Ya'ni kallalarni uyib qo'yishganda, o'sha kallalardan minoralar yasashgan, yasash holati mahalliy janglarda ham bo'lgan, xonliklar o'rtasidagi janglarda ham bo'lgan. Va Munis mana shuni juda zo'r tasvirlab bergan. Mana bitta joyda aytadi. Uyulib tahbata har sori kushta degani o'lik deganda, har tomonda uyulib ketgan o'liklar deydi. Ayon bir damda bo'ldi necha pushta, bir pasda nechta kallalar pushtasi ko'tarildi deydi. Kesilgan dashtlar va har sori boshlar yotib andoqki vodiy ichra toshlar. Shu boshlar deydi har yoqda shunday yotardiki, go'yoki vodiyda toshlar yotgandek ko'rinardi deydi. Uyulg'on pushtalardan ko'h monand, vali ko'hik bo'lgan ko'kka payvand. Shu uyulgan kallalardan deydi ko'h, ya'ni tog'lar paydo bo'lgan. Va bu tog'lar deydi go'yoki ko'kka payvand bo'lib ketganday deydi. Va bitta joyda Nasrda aytadiki, bu jangda deydi shunday nima kallalarning minorasi baland bo'lib ketdiki deydi. Bu tomonda otning ustida turgan chavandoz kallalar minorasi naryoqda otda turgan chavandozni ko'ra olmaydigan darajada deydi. Qarang, dahshat. Shu o'zimizda turkiy qavmlarning shunaqa qirg'inbarot ishlarni amalga oshirishgan. Xo'p, keyin bu yerda tabiatning juda go'zal manzaralari beriladi. Masalan, Orol dengizi haqida bugungi tasavvurimiz butunlay boshqacha. Munis Orolning tirik davrlarini ko'rgan va tasvirlagan bu asarda. Orol 18-asrda tirik holatda bo'lgan ekan. Masalan, Orol dengizida sonsiz sanoqsiz baliqlar g'ujg'on o'ynab yurganligini, qamishzorlar bo'lganligini, qamishzorlardan rang-barang qushlar uchib ko'tarilganligi, u qushlarni ovlaganlarini tasvirlaydi. Bundan tashqari u paytlarda juda qattiq sovuqlar bo'lgan ekanki, hattoki dengiz ham muzlagan deydi. Muzlagan paytda bir marta deydi, o'sha suvdagi muzning usti nimaga janggohga aylandi deydi.
O'sha yerda shunday qattiq janglar bo'ldiki deydi, otlar yugurganda otlarning taqasi nimaga muzga sirpanib, taqa bilan muzni o'rtasida uchqun chaqnab ketardi deydi. Yaltib uchqun chaqnab ketardi deydi. Shunday nima savdogarlar kema bilan ketayotganida birdan qattiq sovuq bo'lib kechasi muzlab qoldi deydi. Va savdogarlar ertalab tursa, muzning ustida kemasi turibdi, siljib bo'lmaydi, kemadan tushib, yuklarni olib piyoda suvdan muzning ustidan chiqib keta boshlashdi deydi. Shunday bir tahlikali holatlarni tasvirlaydiki, erta bahor muzlar eriy boshlagan. Lekin to'liq erimagan. Mana shu bir xona hajmidagi katta palaxsalardan iborat holatga kelgan. Shunda Munis o'zi jonini hovuchlab o'sha lashkarning safida o'sha muzliklardan o'tganligini tasvirlaydi. Bitta palaxsadan deydi, otimni shu niqtayman, sakramaydi, niqtaymas. Oxiri sakradi, sakrab keyingi palaxsaga o'tdi deydi. Keyingi palaxsaga o'tsa palaxsa o'ynaydi-ku. Qo'rquv, sirg'alib ketsa suv tagiga ketadi. Yana qistaymoqni deydi, keyingi palaxsaga sakrab o'tadi. Shunaqa qilib jon hovuchlab nimadan suvdan chiqib ketganmiz deydi. Mana shunaqa bir manzaralarni tasvirlagan joylar bor. Endi bu asar shunday noyob asarki, bundagi voqealar cheksiz, chegarasiz. Bu qancha ochliklar bo'ladi, osharchiliklar bo'ladi, qirg'inlar bo'ladi. Bu yerda bir ikki joyda shunaqa manzaralarni tasvirlagan odamlar och qolganda itlarni yeydi, mushuklarni go'shtlarini yeyishadi. Bu ham yetmaganday o'zlarining bolalarini pishirib yeyishadi. Bitta joyda aytadiki, biz endi o'rmon yoqalab ketayotganimizda deydi, uzoqdan dengiz yoqasida bitta odam, 4 ta odam o'choqda o't yoqayotganini ko'rdik. Biz ham ko'rib bu odamlar qochib o'rmonga kirib ketdi deydi. Borib qarasak deydi, qozonda sho'rva qaynayapti deydi. Qozonning yonida odamning oyoqlari, qo'llari yotibdi deydi. Odamning go'shtini pishirayotgan bo'lgan. Keyin yana bitta hodisani tasvirladiki, bitta joyda deydi, bir ayolni o'g'ilchasi yo'qolib qolibdi. Shu o'g'ilchasini zil qaqshab hammadan so'rab qidirgan, topolmagan. Bir tasodif bilan 1-2 kundan keyin bitta qo'shnisinikiga kirsa, hovliga kirsa, endi ochiq bo'lgan, unaqa devorlar bo'lmagan, hovlisiga kirsa deydi, o'choqda qozonda sho'rva qaynayotgan ekan. Borib bundoq qarasa, o'g'ilchasining oyoq qo'llari yotgan ekan, tanibdi. O'shandan juda janjal g'alva ko'tarilib ketdi deydi. Qarang, qo'shnisini, bolasini o'g'illab nima pishirishga to'g'ri kelgan. Mana shu demak tarixiylik nuqtai nazaridan, ma'naviyatimizni, tarixni o'rganish nuqtai nazaridan Munisni mana Firdavs Iqbol degan asari juda katta ahamiyatga ega. E'tiborlar uchun katta rahmat. Bu T harfi. Mana bu zo, bitta nuqtasi bor. Shuni aytadiki, mana bu qismi otga o'xshaydi deb, endi otga o'xshatib chizganda bunday ularni chizmaydi-ku. Mana bu alif deydi, chavandozga o'xshaydi. Go'yoki chavandoz otga minib ketayotganga o'xshaydi deydi. Endi ro harfidan reni bunday yoziladi-da. Endi bu kalligrafik uslubda, xattotik uslubida yozganda mana bu bosh qismi ingichka bo'ladi-da, bu yo'q sal qalinroq bo'ladi-da, bu yo'q yana ingichka bo'lib ketadi. Bu shunday chizgan nima xuddi qushga o'xshaydi. Ro 3 nuqata valek sarkash deydi. Yonidan rombikchalarni chizadi-da. 3 ta nuqta, lekin sarkash degani boshi tortilgan, boshi bundayroq chizilgan deganda. Qilsa bo'liqronni qushga o'xshash. Qilsa bo'liqronni qushga o'xshash degan gapni ishlatadi. Keyin Munisning o'sha kalligrafik xattotik mahorati yana shundaki, mana bu har bir harfni yozganda uni bunday geometrik shakllar chizib, o'sha geometrik shakllar bilan ifodalab beradi. Geometrik shakllar ichida o'sha nuqtalar o'sha demak tushunarli bo'lishi uchun juda katta mahoratni ish qilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sher Muhammad Munis Xorazmiy o'zbek xalqini buyuk ma'rifatparvar, atoqli shoirlardan biri bo'lib hisoblanadi.
Munis o'sha bosh mirob lavozimida ishlaganligi tufayli ham davlat arbobi sifatida ham faoliyat ko'rsatgan, tarjimonlik bilan shug'ullangan, tarixchilik bilan shug'ullangan. Bugungi kunda bundan keyin ham Munisning ijodi xalqimiz uchun nihoyatda qadrli va ardoqli. Munisni bugungi kunda maktablarda, oliy o'quv yurtlarida ham merosini o'rganib kelishadi. Bundan keyin ham o'ylaymizki, Munisning ijodiyoti, Munisning ma'rifati, Munisning boqiyligi bardavom bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.